Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bugun konsertimizga уже sanoqli günlar qoldi. Bir inson bor. Men u insonning oqibatini olmayman. Bu insondan duo olmayman. Buning yaxshi ishlari qo'lurishim uyat bo'ladi. Qisqasi. Hozir aytaman kimligini. Selamünaleyküm yavrum. Yine şu insan Xorazm sanatında, bütün O'zbekiston sanatında o'zini maktabini yaratgan inson, bizani oilamizni, meni faxrim, bizani oilamizni faxri doim Azamat Atajonov bilan enam Saro Mafiya. Aziz yurttaşlar, yana ciğerimiz Şahla Salayeva 10-11 iyun günleri kesit kıratayken. Sinimize Ahmet dileyim dedim ona. Peyiz versin, peyiz. Allah Teala'dan peyiz versin. Bu Ahmet denge bu köçede çıkan ya bu. Allah peyiz verir. Peyiz vermemize faydası yok. Yüzünü halka hissetsin dedi. Kadim ustalaşında payta veriyor. Paytın. Amin. Hayırlı bereket versin. Toy olay, tamaşa olay, oynak gülbürmek nasip olay. Hem mah toylara bardı geldi yürüyesler Xudoyim. Instagram ko'p jabhada odamlarning hayotini, odamlarning psixikasini ta'sir etib turibdi. Asli Instagramning yaratilishidan ham maqsad shu bo'lgan. Instagram hech qachon real hayot emas. Mana hozir men ham sizga masalan nav qisinishman aytaman. Yo men sizga masalan hozir meni hayotimda bo'lib turgan yomon holatlarni aytaman. Yoki men mashinam bilan bo'lib turgan oilaviy sharoitim bilan muhtim oilaviy mojarolarimni aytamanmi sizga? Aytaman. Men qo'rqinchli narsalarni aytaman. Men istayman men hayotimdagi yakınsiz holatlarni insonlar görüşünü istenmem. Aslı bize Instagram'da insonlar bizani nishat görüşünü istegan bo'lsak, shuni ko'rsatamiz. Aslı o'zimizni emas. Bize insonlar bizani nishat görüşünü istaymiz. Mesela insonlar meni baxtli, xushro'y, zo'r, ideal ona, ideal nodir sanatkor deb ko'rishni istayman va shuni ko'rsataman. Shunga qarab men harakat etaman. Lekin bu yoqda bo'lib turgan qiyinchiliklarni yoki bo'lmasa uyda bo'lib turgan mojarolarni yoki bo'lmasa masalan yomon holatlar meni hayotimdagi meni qisinib turgan, stress solib turgan narsa men hech qachon ko'rsatmayman. Bu degani men hayotimni hattoki Instagramda 50% ham ko'rsatmayman. Sayohatimiz davom etadi. Aeroportga yetib keldim azon bilan. Uxsirab soat 2da Londonga reysimiz bor edi O'zbekiston havo yo'llarida. Uchish soatimizni 8 soatdadilar. Shunga qarab tayyorlanib, kaska branjiletlarni kiyib chiqdim men ham. Yuzlarimni o'qotaman deb dud tufridan krem, shunday влажный salfetka, makiyaj uchiradim. Keyin maska olib chiqdim. Hazzat yuzlarimni o'qotatdim, yedim, ichdim. Ovqat yeganlarimni qo'yolmayapman. Yadim ochib ketibdi dim ochadimdan. 7 tashandan keyin ochishdi. Shunda 3 kinoni tamom etdim va nihoyat London göründü. 7,5 saatda endi so'nib ketdim. Voy, yer ko'rindi deb ya Robinson Crusoe o'xsham. Gastinisaga yetib keldim, yoqda gastinisadim, xo'shay ixchamgina xo'shay. Hozir o'zim mahliyo bo'lib o'tiribman shunda aktualnimda yangi London degan sahifa ochamiz o'rtoqlar.